Xabaringiz bor, yaqinda voyaga yetmagan shaxs ichki ishlar xodimini o'limiga sabab bo'lgan edi. Yana bir o'lim holatiga tayyor turishimiz kerak. Sababi Dalil.uzga kelib tushgan murojaatda bu safar 14 yashar Hasan va Husonlar rulda ekanligi ma'lum bo'ldi. Ona suti hali og'zidan ketmagan bu bolajonlarga mashinani kim topshirdi? Endi e'tiboringizni mana bu kadrlarga qaratamiz. Uchirib haydayapti mahalla. Prava bormi? Bormi? Uchirib haydayapsizlar bez nomerda. Uncha aziz. Otani gaplariga e'tibor bering. Sizlarga nima? Uchirib haydayapsizlar bez nomerda. Bu hali hammasi emas. Voyaga yetmaganlar mahalla ichida juda katta tezlikda yurishayotganligi ham ma'lum bo'ldi. Navbatdagi kadrda esa bolajonlar qizil chiroqni yashil deb o'ylashyapti. O'lim holati bo'lishini biz xohlamaymiz. Sizchi? Katta bo'lyapmiz dada. Biz orzu qilgan qahramon bo'lasiz dada.